ota-onam o'lgan, amamnikida yashayman. Adashmasam ko'pchilik hozir yo'q deydi-da aka videoga tushishga. Shuning uchun ham biz haqiqatan ham muhtoj odamni qidirib bozorga kelyapmiz. Yo'q bozor. Bilaman, qiyin bo'ladi topish, lekin o'sha insonni topmasak bo'lmaydi. Bugun topish shart-a? Topamiz. Inshaalloh topamiz. O'sha insonni topamiz. Topmasak bo'lmaydi. Sezyapman, chustut qilyapman. O'sha inson hozir ana shu yerda qanaqadir ma'noda bizni kutib turibdilar hozir. Topamiz o'sha inson. Bozorda menimcha oddiy inson bo'lmasa kerak. Mashinalarni qara. Taxo, Mers, Onyx, Malibu, Captiva, hamma nimadan terganini qara. Yur. Mana o'sha Siyob bozori, mashhur Siyob bozori. Bilmayman hozir qanaqa qilib, kim oldiga boramiz, qanaqa topamiz. Lekin Allohga tavakkal qilib keldik, shu ishni qilamiz dedik. İnşallah topamiz. Hadi bakalım kamera göster. Bozorga to'lmay aylanib chiqdik. Ikkita odam topdik. Kameraga tushishga yo'q dedilar. Lekin ortga yo'l yo'q. Qidiramiz, topamiz shu o'sha insonni. Bo'lmasa hozir aravasini kiyib qo'ydik. Qo'yaman. Yurak shunaqa bir xursand, xotirjam bo'layapti. Yana imina shu kunimiz juma kuniga to'g'ri kelganini qarang-da. Qani bular? Oynaga qaraqani endi. O'zingga har taraflamami? Men bu yerda hozir kamera ortida ko'plab odam bizani kuzatyapti. Shularni ham men bu narsaga hozir hissalari qaysidir jihatdan bor. Shuning uchun biron tilaging bo'lsa shularga ayt. Biron niyating bo'lsa ayt akalarimizga. Niyatim shuki, katta bo'lsam biznesim bilan. Yaxshi biznesim bilan men ham sizlarga o'xshab ehson qilaman. Ortiqcha gap kerak emas. Shu kiyimingni kiyib borasanmi yoki o'zingnikini kiyasanmi? Shuni kiyib boraman. Do'stlar, biz bu ishlarni qilganimizdan 1 gram ham maqtanish yoki ko'z qilish maqsadida qilmadik. Qilganimiz bir boshqalarga ibrat bo'lsin, bizni ko'rib mana shunaqa bolalarga bir yordam berishsin. Yurtimizda qanchadan qancha yetimlar bor, nochorlar bor, kechasi och qorinda uxlaydigan bolalarimiz bor. O'shalarga bir ehson qilib, har tomonlama o'zingizga ham, oxiratingizga ham foydasi tegadigan amallar qiling. Bu birinchi bizni bolamiz edi. Kutib qolinglar. Kommentariy, like'larni ayamaymiz, ko'proq odam ko'rsin. Bundan keyingi videolarda kutib qoling.